Jo'ra, telefonimga chiqib qoldi meni. Agar xotinim sana telefon uradigan bo'lsa, men ovozimda gaplashib berar, o'zing gaplashib bilasan-ku, men ovozimda podдержка etib beradimi? Yaxshi. Abdishi Jo'ra. Jo'ra, men ham dim so'rashni ishim chiqib qoldi. Men ham ovozimda so'zlashib bilasan-ku, xotinim telefon ursa gaplashib ber. Men uncha sen ovozingni O'ldirib berasan, ey. kim xotin edindi bu? Bunyodniki o'xshaydi. Alo, ha xotin, ishdaman. Uzr, kim xotin edingiz? Shohruh bormi? Telefoni o'chik ekan. Ey, mana telefon aytaverasan. Telefonim o'chib qoldi, ish qidirib yuribman men ko'chada. Qo'ydim. Uraverma, bezovta aytaverma bobbini. Yine bu to'shni bunyodmi xotiningni? Obdushat podдержка etamaz. Ha xotin. Ko'rsang abi, bobbidayan haqiqiydan ikkali. Bu yon boshda mashina ichida gaplashib o'tiribdimi? Men boshqa mashinada yo'q, men xotinim yaxshi ko'raman. Fidoyiman. Men xotinimga xiyonat etibman deb chetda o'tiribman. O'lgayman, u bobbi ploshini ishlarni aytib yuribman. Uzr, kim edingiz? Men shu bobbini sho'rpeshona xotinim. Yo'q, xotin. Xotin dur tushuntirib. Xotin tushuntirib berma. Ovozimni yo'qotib qo'ydi. Bog'laring